Prezident Shavkat Mirziyoyev bugun 17-mart kuni Islom sivilizatsiyasi markaziga tashrif buyurdi va ushbu sanada mazkur noyob mega loyihaning tantanali rasmiy ochilish marosimi bo'lib o'tadi. O'zbekiston musulmonlari idorasining yangi binosi ham aynan Islom sivilizatsiyasi markazida joylashgan va ayni daqiqalarda davlat rahbari ushbu bo'limni ham, ya'ni muftiyat idorasini ham ko'zdan kechirmoqda. Islom sivilizatsiyasi markazining 2-qavatida kutubxona ham joylashgan va ayni daqiqalarda Prezident Shavkat Mirziyoyev ushbu kutubxonani ko'zdan kechirmoqda. Islom sivilizatsiyasi markazi bilan tanishish jarayoni yakuniga yetdi va davlatimiz rahbari ayni daqiqalarda markazning faxriy mehmonlar kitobiga qayd yozib qoldirmoqdalar. Islom sivilizatsiyasi markazining ochilishi iftorlik marosimiga ulanib ketmoqda. Davlatimiz rahbari markazni rasman ochib berganlaridan so'ng yurtdoshlarimiz jamoatchilik vakillari bilan birgalikda iftorlik marosimida ishtirok etmoqdalar. Bugungi iftorlik marosimida ishtirok etayotgan muhtaram nuroniylarni, olim ulamolarni, keng jamoatchilik vakillarini, butun xalqimizni muborak Ramazon oyi bilan yana bir bor chin qalbimdan tabriklayman. Valhamdulillahi robbil alamin. Bugungi iftorlikni qabul qilib, tutgan ro'zalarimizni maqbul qilib, gunohlarimizni mag'fur qilgin. Yurtimizni bundan ham tinch qilgin. Mana shunday inshootlarni ko'rganimizda Alloh senga iltijo qiladigan yagona gapimiz bor. Yagona tilagimiz bor. Yurtimizni tinch qil ya Rabbi. Balolardan saqlagin, hasadlardan saqlagin, yomonliklardan saqlagin. Bu yurtning tepasida yurtboshimizga kuch, quvvat, yanada mana shu yurtni obod qilishga o'zing ilhom baxsh etgin. Allohumma lakas sumna va bika amanna va alayka tawakkalna va ala rizqika aftarna واغفر ذنوبنا ما قدمنا وأخرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. Qur'on tilovatlari qilindi, duolar qilindi va iftorlik marosimi davom etmoqda. Bugun mana Xudoga ming qalla shukr, 9 yildan beri armonlarim amalga oshib, mana shu buyuk xalqimning kimligini yerga kirgan har bir inson mana shu o'zligimizni anglash nuqtai nazaridan buyuk millatimiz, mana shu hozirgi yoshlarimiz va xalqimizdan bilishi kerakki, biz ko'p tariximizni to'g'ri aytmaganmiz. To'g'ri bilmaganmiz. Shuning uchun bu yerga mana armonlarim deganim mana shu qanday bo'lishdan qat'iy nazar adolatli tariximizni mana shu otga qo'yib bergan. Biz ayni daqiqalarda O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy hazratlarining kabinetidamiz va Prezident Shavkat Mirziyoyev Islom sivilizatsiyasi markaziga tashrif davomida ayni mana shu kabinetni, muftiyning xonalarini shaxsan o'zi kirib ko'rdi, ko'zdan kechirdi va ko'rishingiz mumkin siz ham. Juda ham shinam xona. O'zbekiston musulmonlari idorasining Islom sivilizatsiyasi markazida joylashishi shaxsan davlat rahbarining topshirig'i asosida amalga oshirilgan va ayni mana shu xonada demak davlat rahbari muftiy hazratlari tomonidan duolar qilindi. Hozir kichkinagina namoyishda ko'rdilarki, qanday nurli islom, bilimli islom nur berdi, qadriyat berdi, tinchlik berdi, osoyishtalik berdi.
baraka berdi desak bilan to'g'rilash. Yana bir marta aytmoqchiman, bunday Qur'on nusxasi bizda bo'lgani, 6 ta Qur'ondan bittasi bizda bo'lgani, bu bizning tinchligimiz, osoyishtaligimiz bu. Shuning uchun ochiq gap bir padvallarda joyi yo'q joylarda yotardi yechinglardan biri bu. Shuning uchun Xudoga ming qanday shukr, bizga shu nasib etib, bizga shu Xudoning bir qandaydir marhamati yorug'likka chiqardik, buyuklikka chiqardik va o'zlaring ko'rgandek bu loyihani hech kim emas, yurak chizdi, mehr chizdi, armonlar chizdi. O'sha Qur'on turgan zalda birov chizgan yo'q uni. Buyuk xalqimning kimligini amalga oshirish bo'yicha chizgan loyihamiz bu. Shuning uchun men o'ylayman, sizlar birinchi ko'ryapsizlar, xalqimiz ham ko'rib mamnun bo'ladi. Mana shunday ulug'ayam kunlarda buyursin Ilohim. Mana shunday ko'rsatmalarda o'zbek xalqimizga, buyuk musulmonlarimizga, ummamizga juda katta mana shu xizmat ko'rsatish degan umiddaman. Sog' omon bo'ling. Kecha bir kitobda ko'rib qoldim. Mana Imom Buxoriyning ochilishi. Muhtaram prezidentimiz o'zlari belgilab berdilar. Uni mana shu kun ochamiz deb. Imom Buxoriy hazratlari hayitdan bir kun burun olamdan o'tib, hayit kuni dafn qilingan ekan. Qarang, bir kun burun biz ochyapmiz. Xudoning qudratini qarang, menga hech kim aytmagan uni. Allohning marhamati bilan shunga to'g'ri keldi. Kecha hayron qoldim. Men prezidentim bu qilingan hamma ishlarga Alloh o'zi ajr bersin. Men kecha aytdik, 3,5 million aholi, qariyb 7 million qo'l kecha Allohga duo qildi. Sizning haqqingizda, yurtimiz haqqida shuning uchun Alloh sizga uzoq umr bersin. Ko'p yillar boshingizda mana shunday soyabon bo'lib, bizni baxtimizga, hammamizni baxtimizga sog' omon bo'lib yurishni Alloh nasib qilsin. Barcha ulamolar nomidan, barcha muftiylar nomidan, o'tgan nomidan men sizga minnatdorchilik bildiraman. Katta rahmat. Ilohim mana yurtimiz tinch bo'lsin. Ilohim mana shunday niyatlarimiz ijobat bo'lsin. Ilohim yurtimizga ko'z tegmasin. Prezident Shavkat Mirziyoyev Qur'on zaliga kirib keldi. Hozirgina guvoh bo'lganingizdek, prezident huzurida osmondan Qur'on oyatlarining nozil qilinishi jarayoni gologramma ko'rinishida gavdalantirildi. Do'stlar, men hozir Islom sivilizatsiyasi markazining yuragi, qalbi deya atash mumkin bo'lgan qismidaman, ya'ni Qur'on zalida. Bu yerdagi go'zallikni so'z bilan ifoda etib bo'lmaydi va telefon orqali bu go'zallikni sizga yetkazib bo'lmaydi. Bu yerda haqiqiy islomning, haqiqiy Qur'onning nuri bor.
Mana bu gumbazni qarang chiroyliligini. Va uning qoq markazida do'stlar, yer yuzidagi eng qadimiy Qur'onlardan biri va hattoki eng qadimgisi deb ataladigan Usmon mushafi joylashgan. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning topshirig'iga binoan ushbu Qur'oni Karim katta hurmat bilan ayni mana shu nuqtaga, mana shu manzilga joylashtirildi. Lav ham alohida mavzu. Adashmasam tilladan bu. Ushbu zal haqida, Usmon mushafi haqida alohida video kontent tayyorlayapmiz. Uni albatta tez orada joylaymiz. Hozircha mana shu videoni tomosha qilib turing.